Haval H7 yangi chiqqan model ko'pchilikni qiziqtirdi. Oldi dizayni bilan va orqa dizayni bilan 5 o'rinli mashina hisoblanadi. Bu mashinamizni boshlang'ich to'lov eng kam 25% bilan olib ketsangiz bo'laveradi. Bemalol, ya'ni 25% plus minus 100 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Buni gibrid tizimi ham bor, benzinli varianti ham bor. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Salon qismlari Haval H9 bilan ozgina kam bir xil ekan. Sabab bunda ham kattagina monitor, panorama tom, ochiladiganidan o'rindiqlarni isitadi, sovutadi. Legirovkasi polni elektronniy bo'ladi. Polni ekokoja. E'tibor berasiz. Plastikdan foydalanilmagan, faqat ekokoja. Orqalarida ham juda chiroyli. Juda ham keng mashina ekan. Biznes klass. Qiziqqanlar bemalol 100 million so'm pul bilan kelib, avtosalonimizga uzun narxini bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Orqadan ko'rinishi bu. Juda ham chiroyli orqadan ko'rinishi. Ochilishlari, yonga ochilar ekan. Buni gibridi ham bor ekan. Gibridi 1200 km yuradi deyishdi. Juda ham ekonomishni. Zapaska borlar orqada bu uzun zapchastlari bo'ladi. Orqa dizayn ko'rinishlari. Yopilishi, bularda davotchik yo'q orqasida. Kimni qiziqtirgan bo'lsa, bu mashinamiz bemalol nomerlar qoldiraman, telefon qilib aloqaga chiqinglar. Sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. 100 million so'm bilan shu mashinani sotib olsangiz bo'ladi. Bemalol. Hamma funksiyasi bor. Juda ham katta. Uzunligi ham maza qilib nedorojniy, to'rtta bolani tortadigan mashina haydamoqchi bo'lganlarga bu videoni jo'natib qo'ying. Oldi dizaynlari ham juda chiroyli chiqib ketgan mashinani. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinglar, lokatsiyani tashlab beraman. Bemalol kelib bu mashinani test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor, Promzona yo'lida joylashganmiz. Eng qulay bo'lgan shartlarda faqat maxsus uchun avtomobillarni chiqarib beraman. Shuning uchun videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.